Men ham senga o'xshab o'tgan yili 2025-yilda o'zimga planlar qo'yib chiqqan edim. O'sha planlarda bitta maqsadim bor edi. Instagram, TikTok'larga post qo'yib, boshlanishiga 20 mingta, 30 mingta obunachi yig'aman deb o'ylagan edim. Lekin bu narsa o'xshamadi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra bir xillarida o'zim erindim, bir xillarida juda ham ideal video qilishni xohladim. Instagramda o'zim ko'radigan videolarga o'xshab montaj qilmoqchi bo'ldim, lekin unga sharoit bo'lmadi bir xillarida. O'zim qila olmayman, kimgadir beraman desam, o'xshamadi. Lekin men po-любому yurg'izmoqchiman, chunki ko'ryapman, odamlar to'xtamasa, yaqinda boshlab turib уже natijalarga erishyapti, sababi ular davomiy yurg'izishyapti shu narsani. Ammo bo'lsa, to'xtatib qo'yolman. Shu sababdan ham men просто Instagramga хотя бы har kuni oddiy bo'lgan videolar qo'ymoqchiman. Qanaqa? Ya'ni o'zimning videoim bo'lmasligi mumkin. Просто ko'chalarni, qaysidir manzaralarni olmoqchiman, чтобы o'zimga har kuni qanaqadir bo'lsa ham videoni qo'yib, shu privichkani o'zimda shakllantirmoqchiman. Nimaga? Chunki agarda men ideal bo'lishni xohlasam, bu bittada bo'ladigan narsa emas, vaqt bilan bo'ladigan narsa.